Rasul Kusherbayev O'zbekiston siyosiy sahnasida eng ko'p e'tirof va e'tirozlarga sabab bo'lgan shaxslardan biri. 1987-yil 12-yanvar kuni Yangiyo'lda tug'ilgan Kusherbayev yoshligidan tanqidiy fikrlash, adolat va ijtimoiy mas'uliyat hissi bilan ajralib turgan. U Toshkent davlat yuridik universitetini tamomlab, davlat xizmatida faoliyat boshlagan. Biroq tez orada rasmiy lavozimdagi odamlardan ko'ra mustaqil fikrlaydigan, tizimdagi kamchiliklarni ochiq ayta oladigan siyosiy obrazga aylandi. U 2019-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati sifatida faoliyat yuritdi. Aynan shu davrda ko'plab yurtdoshlar uchun xalq deputati ramziga aylandi. Kusherbayev korrupsiya, ekologiya, ma'naviy inqiroz, yoshlar muammolari, siyosiy javobgarlik kabi og'riqli mavzularda ochiq chiqishlar qildi. Uning nutqlari va postlari ko'p hollarda rasmiy pozitsiyadan keskin farq qilgani sabab u noqulay siyosatchi sifatida tanildi. Uning ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyati O'zbekiston siyosiy muhitida yangi hodisaga aylandi. Kusherbayev o'z auditoriyasi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotda bo'ldi. Rasmiy bayonotlarga emas, balki xalq kayfiyatiga quloq solgan siyosatchi sifatida e'tirof etildi. U har bir tanqidiy yoki chiqishida tizimning kamchiliklarini ochishga, islohotlarni so'z bilan emas, amalda ko'rsatish zarurligini eslatishga intildi. Ammo Kusherbayevning faoliyati faqat ijtimoiy tarmoqlar yoki parlament bilan cheklanmagan. Ba'zi davrlar bo'ldi, u aytgan gaplar uchun javob so'raldi. Ayrim postlarda yozilgan so'zlar tekshiruv sababga aylandi. U haqida rasmiy da'volar qo'yilgan, ayrim chiqishlari bo'yicha sud jarayonlari boshlangan degan xabarlar tarqaldi. Hatto ayrim manbalarda uning telefon raqami alohida kuzatuv ostiga olingani, ba'zi intervyular efirga chiqmasdan to'xtatilgani aytiladi. Ba'zan bu holatlar tasdiqlanmagan bo'lsa-da, aynan shu noaniqlik Kusherbayev obrazini yanada sirli va keskin tusga kiritdi. Chunki O'zbekistonda ochiq tanqid bilan chiqqan har bir inson, ayniqsa deputat bo'lib shunday qilgan inson xalq uchun ramzga aylanadi. Xavf bilan yuzma-yuz turgan jasorat ramziga. Rasul Kusherbayev haqida turlicha fikrlar mavjud. Ba'zilar uni idealist, so'z erkinligi tarafdori va xalqning ovozi sifatida ko'rsa, boshqalar uni siyosiy populizmda ayblaydi. Ammo bir haqiqat bor, u jamiyatda befarqlikni buzdi. Kusherbayevning har bir chiqishi, har bir so'zi odamlarni o'ylashga, bahslashishga va eng muhimi o'z fikrini aytishga undadi. Bugun ham Rasul Kusherbayev siyosiy tizimdan tashqarida bo'lsa-da, uning nomi jamoatchilik orasida fikr, halollik va jasorat bilan bog'lanadi. U siyosiy lavozimdan ketgan bo'lishi mumkin, ammo jamiyatdagi ta'siri hanuz kuchli. U deputat emas, lekin mustaqil fikr bildiruvchi shaxs sifatida o'z o'rnini saqlab qolgan kam sonli siyosiy figuratlardan biridir.